Selamun aleyküm değerli öğrenciler. Nasılsınız? Sıcak yaz havasında ben serin bir konuyla geldim. Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar, salomatmisiz? Yozni issiq kunlarda muzdagina mavzu bilan yoningizga keldim. Bugun Xudo xohlasa nerelisiniz mavzusini ko'ramiz. Bu o'zbek tilida qayerliksiz degani. Ya'ni o'zbekistonlikman, buxorolikman yoki turkiyalikman kabi so'zlarni aytishni o'rganamiz. Qani ketdik. Dars plani. Dars plani bu o'zbek tilida dars plani, ya'ni dars rejasi degani. Xo'p, birinchi bo'lib unlilar haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Oldingi mavzuyimizni takrorlab, yangi narsa o'rganib olamiz. Va yangi mavzuyimiz, ya'ni qayerliksan yoki qayerliksiz mavzusini ko'rib chiqamiz. Undan keyin yangi so'zlar bilan tanishib chiqamiz, yod olasiz va mashq bajaramiz hamda uyga vazifa beraman. Qani ketdik. Unlilar eslaringizda bo'lsa, 8 ta unliyimiz bor edi, ha? Demak, ularni 2 turga bo'linadi, 2 xil bo'linishda bo'linadi degan edik. Birinchisini o'rgangandik. Qalin unlilar, a, i, o, u va ince unlilar, e, i, ö, ü. Demak, mana shu bo'linishni biz o'rgangan edik. Eslaringizda, ha? Ana endi bugun sizlar bilan ikkinchi bo'linishni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Qani, bu demak unlining ikkinchi bo'linishi. Qarang, 8 ta unliyimiz bor edi, 2 xil bo'linadi dedik. Bu ikkinchi bo'linish. Ya'ni paralar, juftlar shaklida bo'ladi. Bu a bilan i, o bilan u, e bilan i, ö va ü harflari bir-biriga juft hisoblanadi. A, i, o, u, e, i, ö, ü. Mana shu paralarni siz yodlab oling. Nima uchunligini hozir aytaman, tushunib olasiz. Demak, qarang, turk tilida bizda musiqiylik bor, chiroyli eshitiladi quloqqa. Nima uchun deganda, bunda qo'shimchalar bir-biriga mutanosib shaklda qo'shiladi. Ya'ni qalin harflar bo'ladigan bo'lsa qalin, inje harflar bo'ladigan bo'lsa inje ketadi so'zni oxirigacha. Asosiy holatlarda mana shunaqa. Va biz unlilarni mana shu narsa uchun ham zo'r bilib olishimiz kerak. Va yana shunaqa narsa borki, ba'zi qo'shimchalar mana bu yoqdagi kabi a, i, o, u, e, i, ö, ü shaklida bo'linadi. Qo'shimchalar qo'shilishi, ba'zi qo'shimchalar mana bu 4 xil shaklda qo'shiladi. Biz bugun o'rganadigan narsamiz demak li qo'shimchasi va buni 4 xil shakli bor. Nerelisin desa, qarang, qayerliksan degani bo'ladi. Nerelisiniz deydigan bo'lsa, qayerliksiz. Ana endi hozir yaqinroq keltirib o'rganib olamiz. Demak, qarang, a bilan i parada degan, a, i'ni parasi. Biz qanaqa bilib olamiz qo'shimcha qo'shilishini? So'zni eng oxirgi bo'g'iniga qaraymiz va eng oxirdagi bo'g'inimizda unliyimiz a yoki i bo'ladigan bo'lsa, li qo'shimchasi l shaklida qo'shiladi. O'zini ichidan a bilan i'dan i'ni tanlab oldik, l shaklida. Agar e yoki i bilan tugasa, so'zimizning oxirgi bo'g'ini li shaklida. O yoki u bilan tugasa lu, ö yoki ü bilan tugasa lü shaklida qo'shilar ekan. Ana endi miyangizni achitmaylikda misollar bilan ko'raylik, shunda yaxshiroq tushunib olasiz. Demak, ketdik mana misollari. Misr, mana bu Misr davlati. Misr so'zi turk tilida mana 2 bo'g'in bo'ladi. Oxirgi bo'g'ini sir, i bilan tugayapti, oxirgi i harfi. Mana bu yerdan biz o'rgandikki, a yoki i bilan tugasa l shaklida qo'shiladi. Demak, Misr l. Norveç. Norveç bu Norvegiya va uni oxirgi nimasi mana qarang, e bilan tugayapti. E yoki i bo'lsa nima bo'lardi? Li, ha? Norveçli, ya'ni Misrlik, Norvegiyalik kabi. Chin, Chin bu Xitoy. Chin i bilan tugayapti mana. I bittagina bo'g'in, bittagina unli. Demak, Chin i bo'lgani uchun Chinli, Xitoylik. Belarus, Belarus oxiri u bilan tugayapti mana qarang. U bo'ladigan bo'lsa, o yoki u bo'lsa lu edi. Belarus lu. Ekvador, Ekvador o bilan tugayapti. O yoki u bo'lsa yana demak lu shaklida qo'shamiz. Ekvador lu. Demak bu li, lu va lu qo'shimchalarimiz bizga o'zbek tilidagi lik degan qo'shimchani beradi. O'zbekistonlik, Misrlik kabi. Xo'p, ana endi sizga bitta mashq beraman, siz uni bajarasiz. Mashqimiz ham mana shu betimizda bor. Demak, Mehdi
Tunus degan. Mehdi bu mana bu bolachani ismi. Metin bu bolachani ismi. Akane mana bu qizniki. Amira esa mana bu qizni ismi. Endi mana bu yoqda ularni davlat nomlari berilgan. Siz bularga qaraysizda mana bu li qo'shimchasini mos shaklda qo'shib chiqasiz. Masalan, Dilshoda O'zbekiston berib qo'ysa, demak Dilshoda O'zbekiston A bo'lgani uchun L ni qo'shamiz. Dilshoda O'zbekistonli deymiz. Demak, siz mana bu 5 tasiga qo'shasiz. Videoni pauza qilib oling va 1 minut sizga vaqt albatta yozib oling. Keyin tekshirib olamiz. Qani pauza. Pauza qildingiz deb umid qilaman. Ana endi sizga to'g'ri javoblarni ko'rsataman. Men qish faslini juda sog'indim. O'sha uchun sizlarga mana shunaqa qorlik, chiroyli, tunlik prezentatsiya tayyorladim. Qani ketdik. Demak, mana bu alishtirmamizning javoblari. Bunları iyice inceleyin. Sonra kaç tanesi doğru oldu onu yazın. Yani nechtasi doğru bo'ldi yozib qoldiring. Bu yerda demak Mehdi Tunuslu, Metin Türkiyeli, Amire Urjunlu, Akane Japoniyalı. Mana bu harfimiz J deb o'qiladi, J deb o'qimaymiz, Japoniyalı. Tamam. Ana endi ketdik, davom etamiz. Mana bu yoqda ham bir nechta odamlar bor va ularning qaysi davlatdan ekanligi yozib qo'yilgan. Kasblari ham yozilgan. Demak, men o'qiyman. Siz talaffuzingiz yaxshi bo'lishi uchun mendan keyin takrorlang. Bandan sonra takror edin. Ya'ni mendan keyin takrorlang degani bu. Qani ketdik, boshladik. Bu Tulay. Tulay öğrenci. O Türkiyeli. Bu Arnold. Arnold bahçıvan. O Gürcistanlı. Demak, mana bular sizga tanish so'zlar. Bu yangi bo'lgani uchun tushuntiraman. Bu Arnold bahçıvan, ya'ni bog'bon. O Gürcistanlı. O Gruziyali. Bu Leyla Hanım. Leyla Hanım memur. O Lübnanlı. Mana bu yoqda demak, Leyla Hanım bor ekan, u memur degani xodim yoki ishchi, davlat xizmatchisi degan ma'noni bildiradi. Lubnan esa Livan. Xo'p, ketdik, davom etamiz. Bu Olga. Olga öğrenci, o Rusiyalı. Bu Olga o'quvchi, u Rusiya degani Rossiya, demak Rossiyalik. Bu John şoför, o Kanadalı. Demek şoför sözünü o'tgan dars ko'rdik, o'zingiz tarjima qilib oling. Bu Maksut öğretmen, o İranlı. Xo'p, mendan keyin takrorladingiz deb umid qilaman. Takrorlamagan bo'lsangiz, orqaga qaytaringda takrorlab chiqing, talaffuzingiz yaxshi bo'lishi uchun. Xo'p, mana bu yoqda sizga yangi so'zlar berganman. Davlat nomlari va mana bu yerda millati va qayerlik ekanini li qo'shimchasini qo'shilishi. Bu ham xuddi shunaqa davlat nomi va li qo'shimchasini qo'shilishi. Hozir men sizga davlat nomlarining tarjimasini aytib ketaman. Siz esa ularni yod olasiz. Kerak bo'lsa albatta shu soha sizga qiziq bo'lsa, geografiya, joy nomlari qiziq bo'lsa yodlab oling. Agar qiziq bo'lmasa, bunaqa yodlash ham juda shart emas. Qani ketdik. Xo'p, Turkiya bilganingiz kabi Turkiya bo'lgani uchun li qo'shildi. Qarang, Turkiyali. Almaniya bu Germaniya A bo'lgani uchun Almaniyalı bo'ldi, Germaniyalik. Arnavutluk bu Albaniya. Arnavutluklu qo'shildi mana. Gürcistan Gruziya, Yaponiya, Rossiya, Makedoniya, Misr, Filistin, Falastin, Qozog'iston, İstan, mana bu istan emas, qarang bunga ham. Demak, Qozog'iston, Yunoniston, Bulgariston, Fransiya, İngiltere, demak Angliya, İspanya, İtalya, ABD va Amerika, Hollanda, demak Niderlandiya, Çin, Xitoy, Pakiston, Braziliya. Demak, yozilishi mana shu holatda bo'ladi va li qo'shimchalarini qo'shilishi mana bu ikkinchi davlat nimada bor, ustunda bor. Bularni kerak bo'lsa albatta qayd eting va li qo'shimchalarini qo'shilishini shu yerdan yaxshiroq o'rganib olsangiz ham bo'ladi. Xo'p, ketdik, davom etamiz. Ana endi sizga eng zo'r narsani beraman. O'zbekistonning viloyatlarini turkchada yozilishi va aytilishi. Bularni demak yodlab oling. Toshkent, Andijon, Buxoro, Fergana, Jizzax, Namangan, Navoiy,
Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo va Xorazm. Mana shunaqa yoziladi. Li qo'shimchalarini siz o'zingiz qayerligi bo'lsangiz, o'shanga qo'shib kommentariyada yozib qoldiring. Qani ketdik. Ana endi bu ham sizga mashq. Bu mashqda nima qilasiz? Yandagi rasmlarga bakalım va jumlalarni numaralantiralım. Ya'ni yondagi mana bu rasmlarga qaraylik va gaplarga nomer qo'yib chiqaylik deyapti. Ya'ni benim adım Albert Einstein. Ben Almanyalıyım ve Almanım. Demak, siz Einsteinni bu yerdan topasiz. Nechinchi nomerda ekanini yozib qo'yasiz. Bu yerda yana diqqat qilishimiz kerak bo'lgan joy mana li qo'shimchalarining qo'shilishi. Xo'p, videoni pauza qilib qo'ying va 1 minut davomida nomerlarini qo'yib chiqing. Undan keyin keyingi betda tekshirib olasiz. Qani ketdik, pauza. Qo'yib oldingiz-a? Ketdik. Ana bu yerda javoblari bor. Yaxshilab tekshirib oling. Faqat aldamasdan rostdan ham bajargan bo'lsangiz, keyin tekshirib oling. Qani ketdik. Ana endi uyga vazifalar. Biz mavzuni takrorlab oldik, o'rganib oldik. Nerelisin? Qayerliksan? Nerelisiniz? Qayerliksiz? Li qo'shimchasi bilan hosil qilinarkan, li bu likka to'g'ri kelar ekan va 4 xil shaklda qo'shilar ekan. A u bo'lsa l, i bo'lsa li, o u bo'lsa lu, ö u bo'ladigan bo'lsa lu shaklida. Ana endi uyga vazifalar konspekt qilib o'rganib chiqing, mohiyatini tushunib oling yaxshilab. Yangi so'zlarni, yangi davlatlarni va O'zbekiston viloyatlarini yodlab oling. Kelasi hafta xudo xohlasa shu mavzu va o'tgan 3 ta mavzuyimiz bo'yicha test bo'ladi. O'sha testga yaxshilab tayyorgarlik ko'ring hamda o'tilgan 3 ta mavzuni takrorlang, gapiring, turkchada gapirib yuring ko'p-ko'p. Jumlalar qurun. Demak, jumlalar qurun degani gaplar tuzing. Shu mavzu bo'yicha ko'pala gaplar tuzing. Mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammalaringizga eshitganlaringiz uchun kattakon rahmat. Kelasi hafta yangi mavzu bilan ko'rishguncha sog' bo'ling.